Ko'chada yurib, mana bu toshlarni ko'rib, hayratlanib, juda ham qiziqib bilmoqchi bo'ldim. Bu necha asr oldin qurilgan. Buni qaranglar kattaligini bu yerda. Toshlar ham katta-katta. Tepagacha chiqib ketgan ko'chani. Va Turkiyada bunaqangi joylar ko'p ekan. Masalan aytaylik, odamlar o'tirib olib, как бы ularni tilida bilmayman qanaqa qimor o'ynashar ekan. Qimor o'ynab, shunaqangi o'tirib olib, haligi bizda domino bo'lardi, bilasizlar, keyin karta. Juda ham shunaqa joylar ko'p ekan, to'planib olib o'ynab o'tirish ekan. Bizda agar shunaqa ochiq qimor o'ynasin, qo'lni orqaga qayirib, qo'shib olib ketishadi. Va mana shunaqangi gaplar. Endi yoqqa to'g'risi gap chiqqani juda ham erindim. Qanaqadir boshi maqbarani shu katta gumbaz devorli turibdi, qanaqadir joyi. Keyin u yerga to'g'risiga borganlar masjidga borganim yaxshi. O'sha Sulaymoniya masjidiga. Обязательно videoni ko'rib, kuzatib boring. Omon bo'lishni unutmang. Va sizlarga yangi videoni qo'yishda davom etaman.